Assalomu alaykum qadrli akalar, ukalar. Navbatdagi video obzorimizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida olib boryapmiz. Mana 2026-yilda dachamga, xonadonimga tandir o'choq quraman degan insonlar uchun chiroyli mana o'choqlarimizni obzorini qilyapmiz. Bu videolarimiz sizlarga manzur bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p. Manzilimizni qaytarib o'tyapmiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan xizmat ko'rsatishimiz Toshkent vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hop, o'choqlarni, tandirlarni sizlar xohlagan usulda, xohlagan shakllaringda chiroyli qilib qurib beramiz. Mana bu boshlanishi, demak, tandir. Hop, bunisi mana 80 litrli o'chog'imiz bu 60 litrli, narigisi 25 litrli. Yonida samovarimiz bor. Hop, bundan tashqari mana рабочий stol, ya'ni o'sha zagotovka qilgani рабочий stolimiz bor. Mana bu o'rtaga gaz plitani o'rnini qo'ydik. Bu yoqqa hop moykani o'rnini demak qo'yib ketdik. Hali ishimizda ozgina chalashlari bor. Ya'ni pardoz ishlari bo'lgan. Mana bu yerlariga kafellarni tepasiga mozaikalar qilamiz. Inshaalloh ana shuni mukammal tarzda tayyor bo'ladi. Hop, usta akamizning telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Pastda bemalol o'zlaring bog'lanib, kelishib, bemalol bog'lanishlaring mumkin. Hop, ishimizni sifatiga javob beramiz. Inshaalloh uzoq yillarga xizmat qiladi. Hop, buni dimoxodlari mana shu tarzda chiqib ketadi. O'choqning soniga qarab bitta yoki ikkita qilinadi. Mana ichlarini ham ochib ko'rsatishingiz mumkin. Ichkarilari bu tomoni kulcha degani. Hop, siz agar xohlasangiz mana bu eshikchasini boshqacharoq qilishingiz ham mumkin. Hozirgi kunda zamonaviy eshikchalar chiqqan. Ya'ni shishali ichkaridagi shu olovni ko'rib tursa ham bo'ladi. Siz xohlagan usulda o'zingiz tanlab olaverasiz. Hop, endi bundan tashqari mana shu bitta tandirimiz, 3 ta o'chog'imiz, hop, samovarimizga nechta g'ish ketishini so'raydigan akalar ham bo'ladi. Shu holatiga mingtacha g'ish ketgan. Hop, bundan tashqari qozon, mana eshikchalarda demoxod turbalar olinadi. Sizlar xohlagan tarzda, xohlagan shaklda demak tayyorlab berilaveradi. Xizmatimizni qaytarib o'tyapmiz. Yana Toshkent vodiy bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Mana shu holatda bitkaziladi. Pardoz ishlarini, ya'ni kafel, tepasi mozaika ishlarini shu boshqa usta demak topib gaplashib qilaveradi. Bizning xizmatimiz shu holatda kelishigacha biz tayyorlab beramiz. Hop, mana samovar bakimiz ham juda chiroyli o'rnashgan. Mana chiroyli o'rnashgan. Hop, bemalol bundan o'sha kichik oilaviy marosimlarda ham tayyorlashlaring mumkin. Hop, do'stlar, qisqacha video obzorimiz shundan iborat. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Telefon nomerlarimizni описаниyaga yozib qo'yamiz. Albatta, xizmatlarimiz sizlarga manzur bo'ladi. Albatta, sizlarning ko'ngillaring topadigan darajada demak tayyorlab beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmanglar. Hali bundan ham zo'r videolar hali inshaalloh oldinda turibdi. Albatta, mana shu dacha egalariga, xonadon egalariga albatta manzur bo'ladigan umiddamiz.